O'rtoqlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sochga oq tushishi haqida gapiramiz, soch haqida. Sochga oq tushishi bu yoshga doir bo'lib, bu norm hisoblanadi, to'g'rimi? Sochlarimizga oq tushsa, bu norm ekan. Eshitganmisizlar shu sochga oq tushmasa, soch, soqol oqarmasa, yosh keksarganda. Bu narsa yomon alomat deydi, yomon qandaydir bir unaqa deyishadi. Nima deydi? Bir yomonlik belgisi deyishadi. Oq tushishi kerak ekan. Hamma insonda keksarlikda soch soqoli, ayollarda sochlari oqarishi kerak ekan. Bu narsa norm hisoblanar ekan. Xo'p, qarilik yetkazsin hammamizni. Men birinchi marta o'zimni yosh deb o'ylamayman. Hozir mana Xudoga shukr, avtobuslarga chiqsak yoki bir qanaqadir jamoat joylarida yursak, albatta salom beradi. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Keyin xola deb murojaat qilishadi. Xola desa, bir xilga ayollar nimaga xola deyapsan deb achchiqlari keladi. Men xola desa rosa xursand bo'lganman. Mana yosh bolachalar xola bunaqami, xola bunaqami deb gapirishganda, gap so'rashganda men rosa ham xursand bo'lganman. Xola bo'lib ko'pman, xolalikka yetkazsin deb. Hozir ham mana ba'zi bir insonlar yozishadi. Xolajon, yoshingiz bir joyga borib qopti-ku deb yozishadi. Bundan ham men jahlim chiqmaydi. Balki men jahlimni chiqargani yozishar, lekin men rosa ham xursand bo'laman. Keksalik yetkazsin. Hammamizni ham Allohim keksalik yetkazsin. Qari bo'lib, xola bo'lib, amma bo'lib, buva, buvijon bo'lib yurishni hammamizga nasib qilsin. To'g'rimi?